voy balıqlar keldi. Bitta ko'ylay. Balıqlarni olib keldingizmi, hoji? Ha, o ichiga arab tushib qopti-yu. Bos. Bismillahirrohmanirrohim. Qolmadimi ichida o'g'lim? Yo'q. Ay, maşallah. 15 da ham becha bo'lib qolar ekan bekka. 15 da ozgina bo'lib qolar ekan. Ha, bo'pti. Boricha o'zi arzon emas ekan bu. Zo'r ekan balıqlarim. Zo'r ekanmi baliqlaringiz? Ha. Shu yerda endi yangi joylarda hayot kechirishadi, bilan Xudo xolasa. Nado, manaqa balıqlar bo'ldi. Qanaqa baliq bo'ldi? Zo'r. Voy, maşallah. Xudoga shukr. Baliqlar tashab oldik. Tepaga kichkinagina sepka olib keldik, soya sepka. U o'zimga yoqmadi. Hozir mana uzunasiga 8 metrga 6 metr sepka olib keldik va bunaqa tros tortib chiqdik. Bunaqa qalin tros tortdik. Mana bu yoqdan bu yoqqa boshladik. 8 metr bu yoqqa yuradi. O'nisi tepasi yopilgan bo'ladi. Xolasa, qanaqaga bir o'tiradigan joy qilmoqchiman. Chista o'zim uchun. Stol qo'yib qo'yib, qovunchani so'yib, soya sepkani tayyorlab kechki safini, aytlar agar o'tda chopib chiroyli qilib yo'qqa o'tib turadigan joy. Chista o'zimiz uchun. Lubo xonadonga yasasa bo'ladigan narsa bo'ldi. Tomini oddiy hali devo plastmassasi deb qo'yarkan, shu bilan yopib qo'ydik. Nafti shunchalik eplab oldik. Endi bir kanarega bir qanaqadir qush tashlaymizda. Yana bilmadim hali. Keyingi navbatlarga harakat qilamiz-da. Salomat bo'linglar. Sizga ham mana shunaqa kichkina valyercha bo'lsa, uyingizga, xonadoningizga nasib qilsin.